Assalomu alaykum do'stlar. Mana press подборчик apparati bir detali bu. Shugunni qizdirmay suvga qo'shamiz. Qo'l avtomatik. 200 gradus temperatura kerak emas bunga. Tozalaysiz. Toza qilib pastga o'chasiz. Shuni chiroyli suvga bilan ketib ko'rsatamiz. Boshladik. Xo'sh, e'tibor qiling, mana bu yerga bolt o'tadigan joy bor edi. Mana shunga hozir nima qildik? Qiziq ideya. Yoki boltga yo'qotmasdan bostirib turganlar. Ishga tushadigan topoldi. Bunga qo'yib qo'ydik-da mana hozir. Yitirmaslik uchun polni kurga va shersvorga bilamiz. Yaptımı? Çekti mi? İşte görünme. Mayda yorilganda, yuzga yeganda hech kerak kirmaydi ekan. Ha, bo'ldi. O'sha shuni vaqt qilamiz. Ha, shuni o'rtasangiz bo'ldi. Qarash. Xo'sh, hozir birinchi mana sverlo bilan olmaymiz-da buni. Sverlo sindirishimiz uchun svorka o'tgan bo'lsa, burcha bilan birinchi og'zini ochib olamiz. Mana shu teshikni. Keyin akkuratgina sverlo solsa bo'ladi. Xo'sh, kanalimizga podpiska qilib qo'ying. Video foydali bo'lsa, bitta like bosib, kommentariya fikrlar deydiku yozib yuboring. Fikrlashamiz. Bir-biridan qiziq chiroyli videolarni ko'ramiz. Glishitilla tayyor bo'lyapti. Gentra, Nexus avtomobillariga. Mana shuni videolarini chiqaramiz. Sumkasidan deydiku, shu mizalasi glishitillari. Nexus Gentra ham hozir.